观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Güher丝绸之路之声》的第2阶段对决赛。我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli baholovchi ustozlar, shundoqla qimmatli tomoshabin do'stlar. Ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish shirkati birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r universal san'at programmasi 6-qaror Oltin Güher Ipak yo'li sadosining 2-bosqichi bayga. Men riyosatchi Nijat G'aliyaqub. Bugün biz için bahalıqçı bulayotgan, shundoqla aziz mehmonlar qatorida biz bilan birlikda musobaqamizga guvoh bo'layotgan suyumlik mehmonlarimizni sizlarga tunishtirib o'tmoqchiman. Davlatlik 1-darajalik artist, xalqyar naqshchi, Ipak yo'li sadosi programmasining bosh yetakchi ustozi Abdulla Abdurim afandim ishga Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partkom tashviqot bo'limining sobiq muavin kuzatuvchisi Xinjiang Xo afandim ishga qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik kompozitor ataqlıq naqshchi Xinjiang Moda Musiqa jamiyatining muavin boshlig'i, madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi mutaxassis Ablat Abdukim afandim qarshi olamiz. Xinjiangning janubiy va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Tosh Muhammad Botir afandim qarshi olamiz. Xinjiang san'at jo'yanining yosh naqsh o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim, yaxshimisiz muallim, xush keldingiz. Xinjiang san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qaror Ipak yo'li sadosi programmasining chempioni Kamil Jilil afandim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Olqishliq yosh naqshchi QLC Hazrati Ali Muhammad Tursun, qarshi olamiz, xush keldingiz. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, undaqda 6-qaror Oltin Güher Ipak yo'li sadosi programmamizning 2-bosqichi bayga rasmiy yo'sinda boshlanish oldida turdi. Bu baygida oldi bilan ot chaptirdig'ini, yana o'xshashdan bizning sahnamizdagi birdan-bir qizil gul sanilib kelayotgan Aygul xonim. Aygul xonim bugun Orzu yetakchiligiga alohida yosh olqishliq naqshchilarimizdan Abdusami Erkin apandimni alohida taklif qildi. Qarshi olamiz. Abdusami, yaxshimi? Xush keldingiz. Bizning Dilkar guruhimizga Orzu yetakchi bo'lganingizga intayin xushal. Sizniki mushu ijodiyatlaringizda, mushu asarlaringizda odamga hissiyot jihatdan bir ma'naviy ozuq beralaydigan, ruhiyatini haqiqiy bir quvvatlalaydigan asarlaringiz intayin ko'p. Hamkorlik munosabatida bo'lyapmiz. Men buningda shunday xushal, bizning guruhimiz sizni qarshi oladi. Rahmat, bu men uchun hisobda bir fursat ham bir sharaf. Mush programma orqali sadoqdosh do'st birodarlarimizga ancha-muncha xizmat qilish fursatiga bo'lganligim mening albatta baxtim. Rahmat ma'lum sizga. Rahmat. Unda qo'shib birlikda tirishib baqamdoq. Birlikda tirishaylik. Salom, hurmatli ustozlar, ekran oldidagi barliq azizlar va programma guruhidagi barliq jafo chekayotgan mushu ekranning orqadagi xodimlar. Bugün ayajan ilkida turibdiman. Mening mana baygam, o'quvchilarimning baygisi boshlanish oldida turyapti. Yenimda o'ltag'ini bo'lsa, bizningki mushu talantliq naqshchimiz, hozir yetilayotgan ijodiyatchi ham ajab bir tirishchan bir muzikant ekan, degidak ashiq muzikalarni voyaga yetkazib chaladigan, ham mushu biz mashq jarayonida mushu hislatidan his qildim, ajoyib mas'uliyatchan, tirishchan, odamiylik jihatdan o'ziga shunday qattiq talab qo'yayotgan, faxrlanib turib e'lon qildik. Mening yonimda o'ltagan bizning guruhning Orzu yetakchisi Abdusami Erkin. Xush keldingiz. Dilkar guruhidagi mayirlarning katta natijalarini qo'lga keltirishga tilakdoshlik bildiramiz. 21 yillik taraqqiyot bosqichini muvaffaqiyatli besib o'tib, guruhlashgan korxonaga aylangan Shanxay Güher guruhi mayirlarga omad tilaydi. Aka, qarag'ana sana nima keldim. Nima bu? Oltin Güher erlar terasida yurishdiki. Ya'ni buning ichidagi bu Oltin Güher erlar soqol tozalash mazg'ibi. Ha, mening o'g'illarim ishlatayotgan buni. Bushta bir Oltin Güherning bir soqolli suyuqlik bor ekan, bek yaxshi ekan deb topaman ketib qolganman. Bugun Oltin Güherning jo'may degansiga o'zimga bir yurib setib olib olgan. Qarsam sizlar erlar qarta ishlangan, erlar terasida yurishdiki bor ekan. Bo'lib mushni tejan qildi. Yani bunun qo'shimlikka soqol tozalashdan sirt odatda shimenayni o'rnida ishlatkili bo'ldi ekan. Tozini ochgan.
Xo'sh, undaqda Dilkar gruppasi tayyorlagan chiroyli bir numur bilan bugungi baygimizni rasmiy yo'sinda boshlab ketaylik. Sahnimizga marhamat. Ko'ngli yo'qqa mashq bo'lmaqam alam alamlarda qolgan faqat men dema g'iribini tepib olsun u sanam Söymegendim rencimigin rencime Ger yapmasan çın süygünün kadri yok Bedellerinin tiyin çağlayıp narkı yok Sen söygenliğin seni suyuş karzı yok Söymegendin rencimigin rencime 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 Söymegendin rencimigin rencime Zar eyledi seni kıldı özüge Azarını silip yürüme yüzüge Meylige koy kirip olma közüge Söymegendin rencimigin rencime Söymegendin rencimigin rencime Bunca alsam geçmez idi kıymıza Sen uçida o ki keşke çiğdisa Bildirmegin gersiziniz kıynıza Söymegendin rencimigin rencime Söymegendin rencimigin rencime 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 Söymegendin rencimigin rencime Söymegendin rencimigin rencime Bizning grupda yana bir Baxtiyor degan o'quvchimiz, yana bir Aziz degan o'quvchimiz bor. Hamda Azizni mo'liqi dutachab naqsh o'qiydi. Baxtiyormi xili bir naqshlarning ko'disini chiqalaydi buchu. Ijodiy naqshlarimi bor ekan, shuni aytib keldi endi. Bu ikkalanni bir guruh qilsak, shu Qizilgul Praydo degan naqsha bakroq tushishgidek ovozlarga ham o'zlarini yaxshi ifodalarligidek. Ikki birodarimizning xaltis o'rinda yetishini chin ko'nglimdan umid qildim. G'ayrat qilinglar.
a'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, ketqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang cho'ng ustam yemak-ichak shirkati mayirlarga omad tilaydi. Peyze aka. Yomon peyze. Ya aka. Ma yaqında bir e'lon chiqqan sen. Cho'ng ustamni demsan? Ya nimati? Cho'ng ustam shu. Ya nimati? Buni men aytib berim degina. Cho'ng ustamning nomi yetti shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamyada. Mushilan shu. Yegin varmi cho'ng ustamning taomlarini? Ichib ketdi. Men seni mimar qilib turay. Birinchi bo'lib beygiga tushadigan mayillarimiz bo'lsa, Baxtiyor G'opur bilan Aziz Turg'anni sahnaga taklif qilsak. Qani mayirlarimiz sahnamizga marhamat. Yaxshimisizlar do'stlar? Mening ismim Aziz Turg'an. Mening ismim Baxtiyor G'opur. Bu qitimliq Ipak yo'lida qatnashib, ustozlarning yaxshi fikrlarini elib, o'zimda shunchalik xush bo'ldim. Do'stlar, birodarlarning, yaqinlarning qo'llashiga erishdim. Endi ikkinchi aylanmalik musobaqaga ustozimiz bilib bergan Qizilgul Praydo temasidagi naqshni aytmoqchi. Qizilgul Praydo yozgan xatlari Omrig'im xitonni bog'da yozgan Qizilgul Praydo yozgan xatlari Omrig'im xitonni bog'da yozgan Yaxshi. Xilali ilgirlash cho'ng. Lekin bir charchashlar bor ovozinglarda hozircha, pokiz emas. Agar bizning ovozimiz charchab qolganda, mishaq pokiz bo'lmay qolgan vaqtda, yana ko'proq nima tayinimiz, yana ko'proq nafas tayinimiz. Bu Qizilgul Praydo yozgan xatlarni degandikan bu halqi. Nayt xushalliq naqshi bu amaliyotda. Seg'inish ifodalangan mening taklifim. Shu kulurek imqilon qapoq turib olib aytmoqlar demak naqsh. Bu naqshning yaxshi chiqishiga tirishchilik ko'rsatamiz. Baxtiyorning tirishishini umid qilaman. Hamsa musobaqa maydonida ko'rishaylik. Ez inim g'ayrat qiling. Praydo yozgan xatlaring Omrig'im xitonni bog'da yozganman Qizilgul Praydo yozgan xatlaring Omrig'im xitonni bog'da yozganman Tong seher bulbuldek emrib yoki Qizilgul ichilgan chog'da yozganman Tong seher bulbuldek telmirib yoki Qizilgul ichilgan chog'da yozganman
yazgan xatlarım Kulunda qizil gül var mı diye yaki Kulunda qizil gül var mı diye yaki Kelmesdin şunda xat izip dursan Küttümen bir seni ölgice taki Kelmesdin o şunda xat izip dursan Küttümen bir seni ölgice taki Kızıl gül pıraydı yazgan xatlarım Aylanıp kettin mi sen kızıl gülge Kızıl gül pıraydı yazgan xatlarım Güzel gülge Yüzüp dur muhabbet dünyası için Xetinsiz bu adem ayrılar çölge Yüzüp dur muhabbet dünyası Xetinsiz bu alem aylanar çölge Seninsiz bu alem aylanar çölge Rayonimiz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlanmış karxana Şinjan Ərdenbağ yemək-içmək payçək şirkəti Mayırlağa omad tilaydi. Oy adaş bir yer oturup gitsen o türe böyle bir tamak yiyip geleyli. Oy adaş nemisindeyse bugün tunjaylık maaşımı alğandım digine. Apamga bir soğat elip qo'sh qilib o'tay deb nima olishim faqat bilmadim. Oy şunun qamışda oturup gitsen. Adaş altın güher deniz adamga ait her çalış məsələrini əpərə. Önüm bek yaxşı keme aldın qitim apamga bəgəndim. Terin çağaytıb qorxutuşunun aldını aldık ya. Azırğı gırın boyumları bek çıqlap ketdi. Ras önüm barmke ya adaş. Bekam yaxşı ki apamı bek yaxşı görüp işiltib atıdı. Ondaq bolsa jürə bilib berib elişbəyginə adaş. Jürə altın güher məxsus işdə qılıq baraydı. Sübət və ünüm cəhətdə həməylərini qayil həm mayıl qılğan Altın Göhər və Ay Göhər teyer asıraş məhsullatları bilən Abdunum rayonumuzun güzəllik quruluşida büzüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Guruhi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxanalarga və inaq ailələrgəcə sınıb kirgan tetutqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynayatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəklik şirkəti proqramımızı alayida tələb qıldı. Rayonumuz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlanğıc karxana Şinjan Ərdenbağ yemək-içmək payçək şirkəti proqramımız bilan strategiyalik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqur sübətə kapalat qılğan Şinjan imzar kiyimləri alayida qolladı. Təntarbiya bilan sənətni birgə elib yengiyotqan Şinjan Tuş Cəmiyyəti Bilyard klubi çəklik şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Oxşaşlayana rayonumuzda güzellikni söygüç xanım qızlarının aldın tanlışı bulup kelayotgan sübət və pason cəhətdə xanım qızlarının alqışığa və itiraf qilishigə erişiyotgan 18 yıllık tarixə ega dilkar kiyimləri proqramımız bilan alayida həmkarlaşdı.
Mübarek olsun ayırlar. Tövende oturup nakşılarınlardan soğlandık. Elbette sizlerge bugün yaxşı neticelerinin yar buluşun için yolumuzda ümit kılımız. Bu etimki beygi baskıçımızda ustazlarımız özünün ihtiyacıga asasen 6 grupu içindeki mayırlarını tallaş veya ki vaqtda qaldırışqa to'g'ri kelganida bir gruppdagi ikki mayirni tang ilib qolsa va yoki bir gruppdagi ikki mayirni tang qoldirib etsa tamoman bo'ladi. Shunlashqa Aygul xonimning navbatda mayirlarning ifodasiga asosan yaxshi bir qaror chiqarib berishini umid qilamiz. Shinjanxo apandim, mush naqshni anglagandan keyin qanday bir tuyg'u bo'lgandi? Sizcha qaysi mayirimiz yaxshi aytgandi? Her ikilisi nait optan aytdi. Bu naqshni anglaganmisiz ilgari? Anglagan. Bir-birisidan qilishmaydi ekan. Qında tanlasak bo'la. Baxtiyorning ovozi tag'imi yaxshidek turdi. Rahmat. Rahmat. Xonadaqda Kamil apandim. Aldı bilen nadir bir naqshini saniga chiqqaniga rahmat aytamiz. Ikkimiz bir-biridan qilish sizlar aytdi. Hamda tavsiya qilish bosqichi bo'lgandan keyin bu ikkilisini tang tavsiya qilgani bo'lmaydi. Mening ko'nglimga yoqqani Baxtiyorni tavsiya qildim. Baş ustazımız Abdullah Abdurim efendim. Belem buldu. Ama Baxtiyorning ovoz yo'riqroq ko'rdik hamda angladik. Xo'sh. Mana aziz balamiz mush naqshning naiti ahli dek aytdi menimcha. Bu ikkilisi bir-biridan yomon balliki. Men mushu azizni tavsiya qilay. Rahmat, xursand bo'ldik. Abdulla efendim. Bir-birisidan farqsiz holatda har ikkilisi shundoq yaxshi ijro qildi. Biz bu yerda faqat ikkidan birini tavsiya qilishga to'g'ri kelayotgan ma'lum inchki bir taxmi inchkilgan bir ma'lum sabablar bilan men azizni tavsiya qilaman. Rahmat. Hazreti Ali efendim. Peki tanlagan bu naqsh haqiqatan ishkaylarga bek tushibdi. Men ustozlar o'xshashlan fikrda bir-birisini qilish huquqsiz bek chiroyli aytib berdi. Siz olsanız qaysini olib qoladingiz? Ben bo'lsam beshim tutib o'tirdim. Beshingizni tutsangiz yaxshi bir uchur kelamdi ya. Bek cho'ng farq yo'q haqiqatan boshqa ustozlar degandekmi, lekin kichik farq bor. Men bo'lib qolsam hamda shu azinimni nimishqa isatayotgan beka kasb qildim. Yaşı aşkımı ya. Hoş Muhammed Bahadır efendim. Bu naqshini ko'p anglagan biz. Shundaqla biz o'zimizni o'rindab kelayotgan naqsha. Bugungi sahnimizga nisbatan mush naqshini har ikkaylan o'zlarining ortiqchilik bilan o'rindadi. Ammo Aziz ukamning aytgani bir qadar pishiqroq hissiyotda o'rindadi. Baxtiyorning ovozi bo'lsa, Azizda yo'q bir kuchli yo'riq ovoz bor ekan. Har ikkisining o'zi xos alayli ekan. Ammo mush naqshi nuqtasidan men tavsiya qilish to'g'ri kelib qolsa, yana Aziz ilmi tavsiya qiladi. Abdusami efendimga nisbatan bu mayırlarning ahvoli texmi aydın bo'lishi mumkin. Undaqda Abdusami efendim bugungi mush sahna oltiga nisbatan siz qaysi mayırni Aygul ma'lumga tavsiya qilasiz? Aziz bilan Baxtiyorning ikkilisininkki hisobda o'ziga tushliq alaylik bor bolalar. Masalan Baxtiyorninki ancha-muncha o'zi ijodiyat qiladi. Uning ustiga ovozi raurs bor, kuchli ovozi bor. Hissiyat joyida shunday yaxshi o'rindab kelgan. Uningdan keyin Azizninkimi to'g'riladi o'ziga tushliq mastallar bor. Ovozi bir xil yumshoqlik, bir mung ovozi bor. Bugun ikki mayrimizninki amli avvaldan qaraganda bular bugungi ro'yi holati kayfiyati shunday yaxshi. Odatda mashq vaqtidami oshirib mashq vaqtida olgan puroqlarni o'yintib turib o'rindadi. Ikki anlinki oldi bilan shu naqshni muvaffaqiyatli o'rindaganligidan intayin suyundik. Aygul ustozning ajri jihsin sizlarga. Hamda bugungi shu musobaqalar ichida biz ikkidan birini tanlashga to'g'ri kelgan avval ostida. Bektasa bu ikkilisi qiyolmayman men. Hamda lekin shu musobaqaning keyingi avvallari qarta bugungi o'rindash avvali qarta mening tavsiyarim Aziz. Xo'sh, endi suyimlik Aygul muallimning eng qiynaldigan, eng ishkilindigan, eng dilg'ul bo'ladigan va eng keskin qaror chiqardigan payti yetib keldi.
Qani Aygül muallim, agarda xohlasangiz ikkalanni tang olib qolsangizmi tamoman bo'ladi va yoki keyingilarga fursat berishni xohlasangiz bularni vaqtliq sahndan uzitib qo'ysangizmi, bu huquqingizmi bor. Biroq sizdan cho'qim eng yaxshi bir tanlash qarorini chiqara oladiganligingizga ishonamiz. Marhamat. Ustozlarga ko'pdan ko'p rahmat. Men uchun shundoq yaxshi bir taklif fikrlarni berganinglarga. Hammamizga ayon mushu musobaqaning mushu piki, mushu vaqtlari adam qiymaydigan, qanday qaror chiqishini bilmaydigan bir ikkilanishgan ajoyib bir qiyin bir bosqich hamda. Mushu mashq jarayonida bizning mehrimiz o'zaro birsimizga shunda singib ketdi ekan, o'zaro tushunishgan siri bog' ulindi ekanda. Uning ustiga bu o'quvchilik mehr muhabbatida bir narsani bildirish bilan ügütüş bu jarayon boshqa hech qanday muhabbatga o'xshamaydigan bir ulanish jarayoni uchun. Abay bizning Shovran Abdulla akammi dedi. Maktab mudirimiz. Maktab mudirimiz Abdulla akammi dedi. Mushu ovoz tusi jihatdan bo'lsin, majurt alayidligi jihatdan bo'lsin, mushu asarni o'rinlash jihatdan bo'lsin. Baxtiyor haqiqatan kuchlik, yo'ruq, ochiq ovoz bilan aytib berdi. Aziz ma asarga ovoz haqiqiy yaqinlashgan holatda pufroqlarini, mush asarni to'liq holatda, tushungan holatda o'rnab berdi. Agarda bugun natija toza ko'ngillardagidek bo'lmay qolsa, muallimdan ranjiydigan ish yo'qdi, ha? Yo'q. Qanday kayfiyat? Kayfiyat shunday yaxshi. Shundaqla ikki ustozimning yaqindan beri shunday mashqlarni yaxshi berdi bizga. Chiqib, agar shalinib ketib qolsanglar demakchi. Agar shalinib ketib qolsak, amal yo'q. Ko'ngil yerim bo'ldi degan ish qilsa yo'q, shundami? Navoda bugun natija ko'ngildagidek bo'lmay qolsa, norozilik bo'lamdi. Yo'q, hargiz norozilik bo'lmaydi. Aygul ma'lum bilan Absami ma'lum intayin ko'p ajrlansin dedi bizga. Bo'ldi. Unda olsa ishkil o'quvchi ididan tayyorlik qilib bo'pti. Qanday muallim? Mening oxirgi tanlashim bo'lsa, Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlarga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Başqalar meni chiroyliq, terang bek yaxshi deyishidi. Terning yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Go'har Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'kish kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Go'har Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Aku, o'xshagan bir tamoq yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning qurish sirini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nima bu? Dukka ismli hamma yerda bor. Cho'ng ustam. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetik qo'llari. Nimishqi mojito davirsa? Hərdən bax Cam içimlik şirkətinin yaşdağı bo'lgan eng yangi sovg'isi Cam Mojito içimligi. Mojito ko'ngilga yaqindir, Mojito yurakka baridir, Mojito sinadidir. Yoshlik va shoshlikning ta'mi Cam Mojito içimligi. Cam Mojito. Bugungi faoliyatda nima kiysam bo'la? Albatta imzor kiyamiz.
nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati biliyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush. Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Dilkar huzurida sürgen xiyol şunçalik güzel. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek, latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari vaqt rahimsiz, u hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qo'riq tushishning oldini oladi. Teri hücrelerini ozonlik bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dog' tushishning oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Yuqori sifatga kafolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Azizjon. Muborak bo'lsin. Azizjonni qizg'in qutlaymiz. 3-chi bosqichdan Baxtiyor ko'rishimiz. Baxtiyor. Müşnarak bir natija qalsa, qandaq pozitsiya tutma deb o'ylagan. Bundaroq natija bo'lib qolgan taqdirdimi, yana davomli tirishib, mushu naqsh muzika bo'lgan o'tdek ishtiyoqni davomlashtirish, mush ustozlar bilan davomli aloqani ching qilib, menga yaxshi o'tib ketish orzuyim bor. Mush munosabatda mush ota-onamga, tuqqanlarimga meni qo'llagan barliq qarindoshlarimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Ham shundoq mishat o'tdagan barliq ustozlarga ko'pdan ko'p rahmat hammalarga. Bizga nisbatan mushu sahnaga chiqib har bir navbat naqsh aytishning o'zi natija. Mushunda o'ylasak bo'ldi. Chunki garchi necha vaqtdan beri otishda, yana boshqa hujjatlarda ayrim so'rinlarda taklif qilgan o'rinlarda naqsh aytgan bilan ma o'xshamaydi. Bu bugun tanlash yoki shallash bu ma'lumninki keyingi musobaqaning taraqqiyoti uchun ehtiyojdan bo'layotgan narsa. Hargiz biringlar tuvan biringlar yuqori emas, ehtiyojdan bo'layotdi-ya musobaqaning taraqqiyoti uchun. Lekin bizga bu fursat yana davomli bor. Mushu sahnada bugungi naqshni, o'tganda aytgan naqshni aytishning o'zi biz uchun bir fursat. Shunga hech qanday bolaning bugun qilib qolgan yoki tanlangan yoki shallangan bolaning ko'ngli yerim qilishining hech qanday o'rni yo'q. Hammasi natija. Balkim hozir his qilamisanlarmi? Keyin bir oydan keyin, 2 oydan keyin yoki kelar yili bizning degan gaplarimizni qayta o'ylaganda deyishinglar mumkin. Hozir burungi musobaqa qatnashgan bolalarimiz davomli biz bilan aloqa qilib turdi. Xuddi sizlarga o'xshash. O'sha hammasi natija ekan-to deb tushunganlar bor. Gap nada? Baxtiyor endi abaysil deganda qaytib ketgandikin cho'qim davomli tirishib, buni tajribalarni yakunlab, hozir 2 navbat bo'ldi-da Baxtiyor sahnaga chiqdi. Mushuni ulab, yana biz o'zimizning tirishchanligini, yangi asarlarimizni davomli uchrashtirib turishimiz kerak. Abdulla akam degandek, bugungi bu uchrashish hargiz raqobat, birsi bilan dushmanlashish emas, jangma emas, musobaqa emas, faqat va faqat konsert. Shunday. O'zimizni o'sib yetildirdigan, o'zimizni taraf qildirdigan bir sahna. Rahmat. Bo'ldi, kanonda ustozlar bilan boshlash bilan rahmat sizga. İnsan degan harman nima
Tantarbiya bilan san'atni birga elib mengayotgan Şinjan Tush Jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Qanday ahvoling aka, yaxshimi? Ha, yaxshi ekanman. Voy, to'g'randa. Voy. Nima aka? Sen bu og'zini chotding buniki? Bu bilatal yengil ichib qo'yganing bo'pti. Ara topqandim men. Ma degan ma Ardambaq shirkati ishlab chiqargan ko'kchi quvvat suyi ichimligi bor. Nereden aldın bunu? Voy, 4 kun cho'gilab aran topqandim men buni akla. Ha, sen pul so'rasang mayli, bu ichimligini talashmag'ina men dedi. O'zing tep qilg'ina. Abdusamir, sizning ijodiyatlaringiz shundoq ko'p. Biz mushu sahna orqali sizning bir ijodiyatlaringizni ko'rib baqsaq degan umiddaman. Bizning o'quvchilar ostidami mushu sizning ijodiyatlaringizga ovoz tushib qoladigan, mos keladigan, aytalaydigan bolalarmi bor. Shuning agar hamda yoqdimisingiz, mushu bolalarga sizning ijodiyatlaringizdan bir bergan bo'lsak, mushu sahna orqali men burun o'rindigan bo'lsin yoki menda hozir bor chiqmagan naqshlarni bizning guruhdagi bolalar o'rindab yaxshi bir natijalarga erishilsa, o'zimning natijasi bo'ldi. O'chaqsiz menmi qo'shildim. Men shu Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashib, ayni vaqtda meni shu anglovchilar, tomoshabin do'stlarimiz bilgan naqshamdan, masalan, Anam chiroyli degan naqshimizni. Anam chiroyli degan naqshamni tekstni Erkin Zerib dadam o'zimning dadasi yozgan. Shu naqshini bizning shu guruhda Renat bilan Talibjon mush ikkisining ovoz tushimi meniki ovoz tushimga yaqin kelib qoldi birinchidan. Onunki ovoz yumshoq. Mush bolaga berib baqsaq qilaman. Anam chiroyli degan naqshini bu shikaylarning yaxshi o'rnab ketilishiga ishonchim komil. Hozir sahnamizga tushmoqchi bo'lgan mahirlarimizdan Renat Polat bilan Talib Tayir Anam chiroyli degan naqshni o'qiydi. Bilmey depti men canan çıraylı Bana okşaydı balam çıraylı Bilmey depti men canan çıraylı Bana okşaydı balam çıraylı Ayrılgan çağda bildim keçkip işken hemmedin anam çıraylı Ayrılgan çağda bildim keçkip işken hemmedin anam çıraylı Anam, anam, mihmanım anam Anam, anam, vicdanım anam Yığlasam yığlam külkengi külgen Meni bir ömür ceynimde bilgen Baldırla ayrılıp kadri ödülgen Şikenemden anam çıraylı Kirkatla yuyup aşitleri Yolumga telmürüp zar kütüşleri Sevenlikimni keçirişleri Şikenemden anam çıraylı Süymezken beni anamdek hiç kim Köymezken bana anamdek hiç kim Düşenmez yürgümni anamdek hiç kim Şikenemden anam çıraylı Anam, anam, baylimim anam Anam
anam Anam, anam Çırayligim anam Rayonumuzda güzellikni söygücü hanım kızlarının aldın tanlışı bulup kelayotgan süpat ve fason jihatda hanım kızlarının alqışıga, şundaqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari Mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecelik mukofotga erishgan Mahirni Shanxay Go'har guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan Mahirni bo'lsa, Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik chekish shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang Hardambog yemak ichmak pay chekish shirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Albatta 4. derecelik mukofotlarimiz mu intayin qaltis. Yani 4. derecelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang imzor kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang uchish jamiyati bilyard klubi chekish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. 6. derecelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Shunlashqa Mahirlarimizga omad yor bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qadrli do'stlar, balkim anılar kuylangan, anılarımız madihlangan, anılar uchun ajoyib chiroyli aytilgan Anam chiroyliq nomli bu naqsha sahnamizda yana bir qitim yangrag'inida ekran oldidagi suyimlik anılarimizning dillari suyungan bo'lishi mumkin. Qadrli naqshchi do'stimiz Abdusami apandim ilgari bu naqshini bir qitim ajoyib moda qilib o'tgan. Anılarimizga bayramlarda qo'yib berishga oldingi tanlashimizga aylangan bugun bu ishki birodarimiz mushu sahnada bu naqshni ajoyib chiroyli ijro qildi. Qandoqda yana o'xshashlam so'zni o'tini Hazrati Alidan anglab boqayli. Renat sizning yinsoringiz Abdusamilik o'pmoq o'xshashmi, ha? Rahmat. Yinsas o'pmoq o'xshashgan, ondan Renatning bu aytishimni aytdi, mush naqshni o'zini ashuna bir menga shu Abdusamijon aytgandek bir eslatdi. Tolibjon gap qolsa, Tolibjonniki bu naqshni o'zining boshqacha bir hissiyoti bilan bir aytgandek menga mush hissiyot jihatdan naqshni yengilgandek tuyg'u beribdi-da. Bakrak bir cho'kib ketgandek menga shu hissiyotni ifodalash bak yarab ketdi. Ikkilalarning chiqib farqlandirsiz, nihoyat o'rlash jihati bak yaxshi. Menga tavsiya kelib qolsa, xo'sh, men Tolibjon tavsiya qildim. Xursand bo'ldik. Tosh Muhammad apandim. Tavsiyarim bo'lib qolsa, Renat inim tavsiya qildim. Xo'sh, Ablat muallim. Talib o'zi mush bularning avjidagi shu hissiyatni menga bekroq yoqdi. Mush Abdusami inimniki ijrosidagi mushu his tuyg'ularga o'zining bir his tuyg'ularini birlashtirib ijrosi nihoyat yaxshi bo'ldi. Ammo Renatning ham dastlab kirgandagi holati mushu Abdusami inimning ovoz tusigimi ovozini tatib o'xshab ketibdi. Elish hissiyot puroqlari shundoq joyida. Ham ovozim bir qadar uchiq, yo'rg'iroq holatda ekan. Mush masalalarni nazarga olib turib, cho'qim ikkidan birini tavsiya qilish deb qarasak, endi men Renat inimni Rahmat, xursand bo'ldik. Kamil apandim. Aldi bilan Abdusamining eng chiroyli bizning quloqimizga yodi bo'lgan bu naqshni sahnaga chiqqanida intayin xursand bo'ldik. Biz Abdusami bilan davomli birga bo'lgandan keyin o'tirash qilishimiz va bu naqsha bek yoda bizga. Qanday aytish, bek hissiyot talab qilganlik ras bu naqshniki. Buning ustiga o'zingmi buni nihoyat hissiyot chiqarishdan boshlab yaxshi o'rgatibsa bo'lgan. Masalan, Tolibjonning abay ustoz degandek anam degan hissiyotlardan boshlab rasmiy anasini ko'z oldiga keltirib aytgan bir hissiyot chiqdi. Renatning bo'lsa Abdusamiga o'xshaydigan bir yengso baki ovoz tusi. Bu ikkisi tang tavsiya qilib qo'ygan bor, lekin uning unimaydigan bo'lganligi uchun birini tavsiya qilamiz. Men Tolibjon tavsiya qilaman. Xo'sh, undaqda bosh ustoz Abdulla Abdurim apandim. Bugun ikkisining anasini kuylab aytgan naqsini qaysi bekrak yarg'andi? Ikkilisida yaxshi material chiqdi. Yaxshi natija chiqdi deb o'ylayman. Endi nechida cho'p ketdan lazım. Ben Tolibni tavsiya qilay. Rahmat, xursand bo'ldik. Xinjiang Falaoshi。二位唱的都很好，是告别母亲的一首歌啊。对对，歌颂母亲嘛，歌颂啊，歌颂母亲啊，这个充满了感情。lekin men tavsiya qilsam Tolibjonni tavsiya qilaman. Tolibjonni tavsiya qilasiz. Abdusami apandim.
siz o'zingiz aytgan naqshiga nisbatan balkim o'zingiz so'z ifoda bildirishga bakrak huquqliq deb o'ylayman. Chunki bu naqsha sizning ijodiyatingizmi? Ha. İcadiyatmi sizning, shunami? Muzikasi mening. Aha. Teksti Erkin Zerib mening dadamning. Brayli kishilardan. Brayli kishilardan. Yana sizlarning ikkiga shunday qolganda, bu naqshini ham o'zingiz nayt yaxshi o'rinlagan, ham biz intayin yoqtirib anglagan. Bugun meningcha o'zingiz ruxsat qilib bularning aytishiga yo'l verdingiz. Shunami emasmi? To'g'ri. Qandoqda sizchi bugun bu ikkisidan qaysi yaxshi aytgandi? Hesabda o'zimning naqsi o'zim ba'zan ajoyib turdi ekan. Bugun Talibjon bilan Renat musobaqani shunday yaxshi davomlashtirdi. Talibjon o'ziga xos bo'lgan ovozi bilan, o'zining uslubi bilan haqiqiy hissiyotga singib kirib aytdi. Renat inimniki yensisi, ishkalarning yensisi sal yaqin kelib qoldi ekan. Bu naqsha hesabda İpek Yolu Sadasi programmasi tug'ilgan naqsha hesabda. Ya'ni musayanda ham bir qatam o'rindilib, kang tomoshabinlarga ishkanlarni aytib muvaffaqiyatli holatda chataq chiqarmay, intayin hissiyotli holatda akkord qismlarni tatib shundaq joyida o'rindab chiqdinglar. Keyingi musobaqani ko'zda tutgan asosda mayirlarni biz o'zimizning guruhimizdan bir yaxshi ovoz egisini keyingi baygiga tushalaydigan odamdan birini oldiga ishtirib chiqadigan ish bo'lgach, bugungi shu amaliy shu maydonning ahvoliga asosan Renatni tavsiya. Rahmat. Aygül Hanım albatta o'z guruhidagi mayirlarning amaliy ahvoliga nisbatan naytdi aydın pozitsiyada. Undaqda sizce bo'lgan chaqda bu ikki nafar mayirimizning qaysi yaxshiroq o'rinlagandi va yoki bugun ikkisining ahvoliga nisbatan ikkilisini qoldirib atsangizmi tamoman bo'ladi, ikkilisini olib qolsangizmi buningga ruxsat. Aygül Hanım anglab boqayli. Bu ikkilaylar shunda yaxshi o'rinlab berdi. Masalan, Renatningki ovoz tusi jihatdan alaylik bo'lsa, Talibniki hissiyat jihatdan alaydiligi bor. Endi ovoz tusi biz anglashqa shundaq bizni tizlam qulog'imizga yiqishliq anlandi. Endi hissiyat bizning yuragimizga tegadi-chu. Birisi quloqqa tegadi, birisi yurakka tegadi. Bularning endi mushu sahnadagi o'ziga xos bir o'zininki ijodiyatini, o'zining hissiyotini, o'zininki ovozini yug'urib turib mushu asar bilan o'rinlab bergan ahvolga qaraganda Dilkar guruhisining yetakchisi Aygül muallim. Navbatda, ya'ni beygimizda ikki nafar mayiringizdan birini tanlash qarorini beradigan paytlaringiz yetib keldi. Ehtiyojingizga asosan, guruhning navbatdagi qadamlariga asosan bizga bir buyruq berib bersangiz, rahmat. Ikki yillarninki san'at sohasida ko'klab baraqsan bo'lib, igiz o'sishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Mening hozirgi tanlashim bo'lsa, Aku o'xshagan bir tamoq o'sib kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bor u? Dukka ismli hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetti shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetti shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetitqo'lari. Dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundoq payzmi ekan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ichgan qoq suvidan bizga nima qilaman? Jamning qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suvini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qaytib topdik. Jam. Sahar. U ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlarga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi.
lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın Göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sümürüş çallıqı yuqori kollagenlik aksıldan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yuqori götürüp, qoruq tushishning oldini oladi. Teri hücrelerini ozonluq bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dog' tushishning oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl, Altın Göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chiroyliq, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik aksıl bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik aksıl peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishga egishib paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'sh kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aksıl peptidi bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik aksıl peptidi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın berdi sağlamlıqımga madad. Coşqunluq ve ishonch taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqanları. Dilkar huzurida surgan xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek. Latapetni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari 21 yıllık taraqqiyot bosqichini muvaffaqiyatli kesib o'tib, guruhlashgan tarxoniga aylangan Shanxay Göher guruhi Mayırlarga omad tilaydi. Talipcan. Mübarek olsun. Talipcan'ı sizden kutlayımız. Hem şundaqla Talipcan'ın növbətki qədəmlərinin keyinki müsabiqəsinin xeyirlik buluşunu çin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bu Talipcan aramağa qo'shilgan bo'ldi. Shaxsan men o'zim o'ylab baxmagan bir natija chiqdi deb o'ylayman, biroq ustozning qaroriga hurmat qilamiz va ustozning cho'qim o'ylaganlari bor ekanligiga ishonamiz. Rinat navbatdagi his tuyg'ularni anglab boqaylik. Shundayroq bo'lib qoladimi deb o'ylaganmi? Buni birini deyamayman, lekin oldi bilan mana shu ikki ustozning yaqindan bizga yordam qilib, ovozimizga tuzush kirgizib, bizni mashqlantirib, vaqt chiqarib, bizga vaqtni ajratib, mashqlantirgani ko'pdan ko'p rahmat. Biz ikkimiz shu naqshini ko'ngilinglardagidek o'rlab bergan bo'lsak ham, shu bizga nisbatan eng chong muvaffaqiyat natija deb o'ylayman ustoz. Chiroyli ijro bo'ldi. Yaxshi. Mush munosabat bilan barliq ustozlarga rahmat aytamiz. Ustozlar jafo chekdinglar. Yana shu meni yaqindan qo'llab-quvvatlagan ota-onam, do'st birodarlarim, yurtdagi barliq kasbdosh alog'ini ustozlarimga hammadan ko'pdan ko'p rahmatlarni aytaman. Rahmatim oladi. Rinat bir gapni so'rayib. Necha yosh bu o'zi? 25-20 bizim. Absami sizdan kichikka bu. Bizning bu programmaning qoidasida bu yil qatnashgan bolalar kelarga qatnashmaydi. Bir yil atlab ketgandan keyin ondan qatnashdi. Buning yoshi 25 yosh bo'lgandan yoshga. Mushu bolaninki, mushu bugungi musobaqada ifodasiga asosan men kelar qaraga atlamay qatnashishga bir ruxsat bersak deb mashina. Rahmat ustoz, rahmat. Demak, bizning sahnamizga yarashgan yosh naqshchilarimizdan Rinat efendimni kelar qitimqi İpek Yolu Sadası programımızda yanım şu sahnada saqlayman. Şunun için tayyorliklaringiz texmo qutlu olsun. Omadli bo'ling. Rahmat sizga. İnsan degan hamon o'lmayma. Skutlaymiz shuni ham yeyma. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, tetqu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemak-ichak sherikti Mayırlarga omad tilaydi.
Aka, bu qitimqi bosqichga sizning kumush kelgan kostyumlarni kiyadigan deb qaysi markadan kiysam bo'ladi? Voy, nim dergi deyman. Voy, xotirjam bo'linglar, o'zim obrazga kelib olgan kam. Emzor kiyimlar bizning hammalarga bor. Ha, ham qilmam o'shildim. Bo'ldi aka. Ustoz, mana shu hozir bizning guruhda yana shu shaydan kelgan bolalarning ichida yana ikki otishliq do'st birodarimizdan Qurbonjon bilan Ilyar ikkisiga bir naqshni bo'ldik. Bu naqsh ham hisobda so'zi xalqdan muzikasi bilan ishlagan Aslamsan temisidagi. Hamda nima ish bu naqshni berdik deganda bu naqshidimi xalq uslubi kuchliroq. Onunki shu ikki Qurbonjon bilan Ilyar shu naqshni o'zining uslubiga tatib o'rindash fursati bor. Chunki bu otish xalq naqshlariniki ahan uslubiga yaqin kelib qolgan naqshi. Bo'pti. Shunday yaxshi o'ylashibsiz. O'zingizmi dedingiz, mana bu ikkilisi asosan shu xalq naqshlarini ko'proq aytadi, otish xalq naqshlarini. Sizning bu asaringizmi xalq naqshlaridan o'rnak ilingan naqshi bo'lganligi uchun mencha bu ikkisiga shunday yaxshi bir o'ylashibsiz. Mencha Qurbonjon apandim bilan Ilyar bu naqshni cho'qim voyaga yetkazib yaxshi o'rindaydi deb o'ylayman. Mushu ikkalaniki sizni davom qoldirmasligini, sizning asringizni yaxshi o'rindashiga tilakdoshman. Endi bizning guruhimizdan sahnaga chiqmoqchi bo'lgan mahirlardan Qurbonjon Obil bilan Ilyar Mahmud. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Qurbonjon Obil. Yaxshimisizlar do'stlar, mening ismim Ilyar Mahmud. Birinchi bosqich musobaqa tugandan keyin uydagilarimizning, yurt va maktablarning bahsi nihoyat yaxshi bo'ldi. Aygul xonimning shundaqlab Semi ustozning guruhida tanlanganligimda intayin xush bo'ldim. Qanday hissiyot berish jihatda nihoyat yaxshi mashqlarni qildi. Yar ko'zimni o'qshday eqib turgan buloqqa yar ko'zimni o'qshday eqib turgan buloqqa men ishqimda pervane seylab qo'yma Piraqqa men ishqimda pervane seylab qo'yma Piraqqa. Bek aldirab ketmanglar. Bu hamda mahalla uslubidagi naqshlarniki bularmi ma'qul uslubdagi naqshlarni bek oldiga yugurib olsanglar, ma'noda hissiyat ifodalanish xatolik qilib qoldi. Chataq chiqamay, qaltis o'rinda yetishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Bo'ldi. Rahmat. Mushu naqshini natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar Ilyar inim bilan ustozlarning o'rgatgani bo'yicha yaxshi bir ijro qilib chiqib kelsak deydigan umidimiz bor. Qurbonjon akamga madadlar berish bilan shundaqla o'zimga g'ayrat qilishga tirishaman. Ilyar, g'ayrat qil, tang tinchayli. Yar ko'zimni o'qshday eqib turgan buloqqa yar ko'zimni o'qshday eqib turgan buloqqa men ishqimda pervane selip koyma Piraqqa men ishqimda pervane selip
koyma pirakan Oylayman yar seni eslensen yar benim Seknim yazdım salam Gül reyhanın sana Mengü bağlıq barlığım Tendiki barım sana Mengü bağlıq barlığım Tendiki barım sana Oylayman yar seni eslemsen yar beni Deryadaki balıklar göz yaşımni yuttun mu? Deryadaki balıklar göz yaşımni yuttun mu? Yarın hitin gelmeydu Sen beni unuttun mu? Yarın hitin gelmeydu Sen beni unuttun mu? Oylayman yar seni eslemsen yar beni Oylayman yar seni eslemsen yar beni Eslemsen yar beni Rayonimiz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlanmış karxana Şinjan Hərdənbağ yemək-içmək pay çək şirkəti Mayırlağa omad tilaydi. Ukam yaman zerikip ketdim men. Naqshinimi meşq qilib bo'ldik. Nima ish qilsak bo'lar? Sizdan aksiz cho'ng o'g'andi ekan. O'tganda bir bilyard klubining gapini qilganding. Nima edi ismi? Tush jamiyati bilyard klubi. Bu tush jamiyat bilyard klubiniki muhit qanday? Muhiti intayin yaxshi aka, ham ichimi shuncha ozoda. Mulozimatim intayin a'la. Unda o'z berib bir 2 soat qilimizni armaldirib kelmaydimi? Shurak ham davasa. Sübət və ünüm cəhətdə həməylərini qayil həm mayil qılğan Altın Göhər və Ay Göhər ter asraş məhsullatları bilən Abdunum rayonumuzun güzəllik quruluşida büzüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Guruhi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxanalarga və inaq ailələrgəcə sınıb kirgan tetutqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynayatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəklik şirkəti proqramımızı alayida tələb qıldı. Rayonimiz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlanğıc karxana Şinjan Hərdənbağ yemək-içmək pay çəklik şirkəti proqramımız bilan strategik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqur sübətə kapalat qılğan Şinjan imzar kiyimləri alayida qolladı. Təntarbiya bilan sənətni birgə elib yengiyotqan Şinjan tush jamiyati bilyard klubi çəklik şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi.
O'xshashli yana rayonimizda go'zallikni so'yguchi xonim-qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan, sifat va fason jihatda xonim-qizlarning olqishiga va e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Güzel bir melodiyada bizga ijro qilib berganinglardan xursand bo'ldik. Xuddi otishning beg'ida o'tirib bu naqshni anglagandek bir tuyg'uga kelib qoldik. Sizlarning Japalik ajr qilganliklaringa tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat. Navbatda Tosh Muhammad Batur apandimning tavsiyasini anglab boqay. Erishkelinglar o'zinglar qasna ait yaxshi o'rinladinglar. Albatta tavsiya qilish to'g'ri kelsa, men Erishkelni tavsiya qilgan batda yetaklab ketgili bo'ladi debchi. Xo'sh. Ammo musobaqaning ehtiyoji shu sababdan men tavsiya qiluvchim İlyar inimni tavsiya qilaman. Rahmat. Ablat apandim. Bu her ikkilim ayrına ait farqsiz o'xshash yaxshi ijro bo'ldi. Hamda ikkidan birini cho'qim tavsiya qilish tegishli bo'layotgan bo'g'achqa men yana shu Ilyarni tavsiya qilaman. Xo'sh, hozirgi Ali apandim. İşkelerden o'xshash, lekin azroq ham farq bilan men shu Ilyarni tavsiya qilaman. Rahmat. Bunundaqda Kamil apandim. Şikinlik rahmat bu chiroyli naqshni saniga chiqqanlarga. Bu ikkisamda kichkidan bilishib bir-birisidan naqsh yetishib bo'g'achqa bir-birisining qo'yib qo'yilni bilishadigan balla bu. Men bilaman bu ikki ballani. Demak, to'g'ri debdimanda bular shu bizning otishdan keldi, shundami? Bir-birisi yo'l qo'ygan asosda aytdi deb o'yladim men naqshini. Menimcha bu naqsh taqilgandan keyin yaxshi olqishga erishadigan bir naqsh, bir asar bo'lib qolsa, men ikkilan tavsiya qilaman, lekin mush hozir sharoitni ko'z tutib men Qurbonjonni tavsiya qilaman. Muşu naqshni ijodiyatisi atışdimi yoki mush ikki mayir mushu ijodiy naqshni shu g'imi atishning bir puraqlarini qiytib ijro qilyapti. Pek yaxshi bir savol bo'ldi. Bu Abdusemi Erkin ustozimiz buni ijodiyatisi. Yo'q, anda olsa mushu mashkaylarning mushu atishchi aytish uslublari kiribdi-mi managa? Teksti xalqning. Ahangni men ishlagan, ikkisi bir jutdim bo'lgan ekan, talabmi shu atishning purqini sindirib o'rnida. Shu. Yarchi ijodiy naqsh bo'lsa-mu, shu atishningki shivi puraqlari kiribdi. Rahmat, xursand bo'ldik. Shinjan Xu apandim. 这是一首阿图式风格的爱情歌，是向美女们表白的，是吧？对，怀念自己的女朋友是吧？是，可以这么说，对。二位唱的都很好。tavsiya qilsam, mana shu Ilyarni tavsiya Ilyarni. Qadrli bosh ustoz Abdulla Abdurahim apandim. Siz o'tirgan Z 963 qaytdan hozir uchidir. İlhaq mushuklardek Ballarımızdan hammasi ashta tirishchan ballar bir-biridan qilishqisiz. Gap bu yerda bir tal naqshini peki qilib aytishdiki masala emas. Chunki bu musobaqa davomlashib musobaqa bo'lg'ashqa bu gruppa ya'ni Dilkar gruppasimi o'zining gruppasini yaxshi tonilgan odamlarning chiqishini, natijali naqshlarning chiqishini xohlaydi. Shuning uchun musobaqaning ehtiyoji uchun degan gapning ma'nosi shu. Ballarimiz to'g'ri tushuninglar. To'g'ri. Hamma gruppadagi ma'lumlar mushuni arzu qiladi. O'zining gruppasidan bir chempion chiqishni hatto. Shuning uchun Yoshi de Guiza. Biz hozir mushu Yoshini ustida ketayotgan bo'lg'ashqa to'g'ri tushuninglar. Endi men deb qo'yg'ach bir o'quvchini tavsiya qilay. Ani bani Qurbonja. Demak, ikkilanlar yaxshi aytdinglar. Bu bir tal naqshini aytqicha ikkini aytmabsizlar ya. Sizning ijodiyatingizga siz ilgari aytib ekansiz. Yana o'xshashlam naqshi aytquchilarga nisbatan bir qadar to'g'ri bo'lgan anglash tuyg'uringizni ifodalab bera olasiz deb o'ylayman. Tavsiyangizni anglab boqaylik. Bugungi musobaqada ikki birodarimiz, savodashlarimiz men cho'g'andimay intayin yaxshi holatda asos jihatdan chataq chiqolmay, g'albilik holatda o'rindadi. Ishtotmay, hamda payzi o'rindab berdi bugun. Hamda mau ikki mayirlarimizniki yoki bizning boshqa qatnashgan mayirlarimiz bo'lsin. Oldingi sonda qatnashgan oltidan keyingi sondagi holatlari zo'r farq bor.
Nima deganda buningda asosli yana bizningki ustozimiz Aygul muallim vaqtdan vaqt ajratib bolalarga har qaysi ovoz mashqlari yoki bo'lmasa naqshi qanday hissiyat berish sende qanda turib o'rindashdan tatbatda kiyim kecha ma'lum alaydi o'ziningki ajrni so'ngdudi ma'lum japatatmas endi men naqshning gapiga kelsak mayli Qurbanjon ma'lum bo'lsin yoki do'stim Ilyar bo'lsin ikkisi shunday yaxshi o'rindidi rost gap qilganda Qurbanjon ma'lum alaydi tirishchanligini ko'rsatdi nima deganda yangi kelgan chog'dasida mush mashq qilib kelgan chog'dasida hamda ba'zi bir yetarsizliklarni ko'rib men mush naqshdan chataq chiqarib qo'yamikin deb o'ylagan Qurbanjon ma'lum alaydi tirishchanligini ko'rsatdi Qurbanjon muallimning kasbi naqsh o'qituvchisimi Yo'q. Nimishqa Qurbanjon muallim Boshlang'ich maktabda o'qituvchi nima dars bersiz Hozir ilmiy mudirlik qilgach musiqa darsini qo'shimcha beryapman salom bo'lsin Ondan keyin Ilyar do'stimni o'ziningki alayda hissiyatini so'ndirib o'rindadi. Hamda bugungi shu naq maydondagi avvalga asosan bir qadar yaxshi o'rinlagan Ilyarni tavsiya qilaman. Xo'sh. Aygul muallimni xijolat to'qmishida biz qiynaydigan vaqtlarimiz yetib keldi. Biroq Aygul muallimning menimcha alliburun ko'ngilda bir javob chiqib bo'ldi. Shunlashqa Aygul muallimning qaror chiqarishi menimcha bek tas emas. Qanundaqda Aygul muallim sizlaringizni anglab baqayli. Bolalarni tarbiyalash jarayonida Absami muallimi shundaq jiq-jabalini chekdi. İşxanasının her qachon muallim işxanam siz uchun ochiq, bolalar uchun ochiq deb, shu bolalarningki mashqida bo'lsin, har bir qadamlarda Absami muallimning ajri yana singib turdi. Mana shu ikkalanninki ovoziga kelsakmi, o'tganki aylanmadiki holati bilan hozirgi aylanmadiki holatida shundaq cho'ng o'zgarish, shundaq cho'ng ilgirlash bor. Rahmat. Hem bu işgeylerini deyishga bo'ladi-ki, cho'ng farqi bo'ldi. Men sizlardan so'yindim, faxrlandim. Rahmat. Qani birodarlar, alqallaringlarni bersanglar. Mening oxirgi tanlashim Dilkar huzurida surgan xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati biliyat klubi shaklik shirkati. Men Baxtiyor Mamutchush, tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatdagi cho'qqila havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. Imzor uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. Imzor kiyimlari Sağırıp pişkan ürüknün taze may bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladık. Şu yılları 75'de olturup yegen kökçünün təmini camның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda ba. Biz içip köngen, balılıq çağlarımızda öyi öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Aku, o'xshagan bir tamoq o'zi yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nima bu u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustam Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga, taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga, taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Cho'ng ustam tayyor tamoq va tetik qo'llari. Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'i o'xshaydi.
Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüş çallıqı yuqarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yuqarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücayerlerini ozoluk bilen təminlep, terini tegidin süzük, yumran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü del kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni çıraylık, terang bek yaxshi deyişidu. Terinin yaş turşi ameliyatda kollagenlik aksıl bilen münasebetlik. Göher Bonyavsan terkiplik kollagenlik aksıl peptidning badanga sömürilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'kish kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aksıl peptid bilen her vaqt yaş turing. Göher Bonyavsan terkiplik kollagenlik aksıl peptidi. Yuqori sifatga kafolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Hozircha ishkilinglarni qoldirib qo'yib turish. Ustozning qolishiga hurmat qilamiz, ham shunaqla sizlarni cho'qim texmi yaxshi sahlarda kutib oldiganligimizga ishonamiz. Sizlarga 10 sekunddan minnatdorlik so'zi va qalb izhorini ifodalash fursati berdik. Rahmat. Yana bir qatim ko'nglimizdagi salomlar bo'lsin ustozlar. Eng avval mushu sahnani bizga hozirlab, mushu biz bilan bir safda turib, bizni nihoyatda yaxshi yetakchilik rolini o'ynagan ustozlarimga rahmatimni bildirman. Ondan keyin bizning keynimizda turib, bizni davomli qo'llab, bizga davomli madad berayotgan uydagilarimga, onamga, dadamga, tuqqanlarimga, ayol bolalarimga, do'st yoralarimga, maktabdagi xizmatdoshlarimga, barcha jamiyatdagi hamma tunish bilish, meni qo'llagan barcha azizlarimga eng oliy tashakkurimni bildirman. Rahmat sizlarga. Ayg'o'lardan afsonalarni shularni yani men izchil qo'llayotgan mush kasbdagi men akalar bo'lsin, do'stlar bo'lsin, ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Yani shundan bilan birga meni mush cho'ng qilib, mana sahnaga chiqishga muyassar qilgan chapakash opamga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Umring uzun qilsin. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sizlarning dodillik bilan o'zinglarga jang e'lon qilib, sahnamizning mushu bosqichiga yetib kelganligingiz uchun sizlarga opirin aytamiz. Ham shunaqla ishonamanki, ustozlarimiz sizlarni texim yaxshi sahnalarda ko'rishni orzu qildi. Qandoqda ustozlar bilan qo'shilishib, keyin go'zal kunlarda uchrashishga davomli yaxshi tayyorliklarni qilinglar. Skiplaymiz shunaqanime inson degan hamon o'lnime skiplaymiz shunaqanime Tantarbiya bilan san'atni birga elib yengayotgan Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Bizning guruhimizda yana shu Ilimzor bilan Yusanjon degan o'quvchilarimiz bor. Bularda mayli to'van ovozlarni ifodalash bo'lsin, mayli o'tir ovozlarni ifodalash bo'lsin, xillam pishqan naqshlarninki bir salmoq holatini ko'rib olib bo'ldi. Mush ishkalarni bir guruh qilsak qanday bo'ladi? Bo'ladi ma'lum. Shu Ilmzormo nihoyat tatliq bo'lgan o'ziga tushliq yensisi ovoz sharoitiga ega bo'lgan naqsh ekan. Yusanjonmo uzoq mazgillik hali yaxshi nomlar bilan atalgan yaxshi naqshi birodarimiz ekan. Bu ikkisi ovoz tushidan qaragandimi, ikkisida ommabop uslub
turmuşqa yeterlik bo'lgan sharoiti bor ekan. Shunga ommabop uslubga bekroq mos keladigan naqshlardan shu kelgin degan naqshni bekitib berdik. Endi bulaylıqı mallaqımızsa köp sahne görgen, köp itqan, köp məşq qilgan bo'lgandan keyin muşundaq bir naqshlarni aytgan vaqtida o'zimi grupimi yaxshi gruplangan bo'ldi, asarimi mushu bolalarni namoyon qilishga shundaq bir yaxshi bo'lgan. Onun ustiga bu asardimi shu ikki mayr o'rindash tegishli bo'lgan akkord bilaklik rayonlarına ait aniqchu. Masalan, avjida tang aytadigan, onunkin akkordlik aytadigan qismlarni shuningkin alohida bir bekitib qildik. Hamda mayrlarimiz shu musobaqasi eng yaxshi holatda cho'qim bu naqshni yaxshi o'rinlay oladi deb qaraymiz. Sizlarga muvaffaqiyat tilaymiz. Sizlarga ishonamiz. Tövəndə səhnəyə çıxmaqçı bolğan oquşlarımdan Elmizat Qurbancan bilan Yusanjan bizga Kelgin degan naqshni o'rnab berdi. Yaxşımsizlar, ko'ringanlar, mening ismim Elmizat bo'ldi. Yaxşımsizlar, ko'pchilik, mening ismim Yusanjan Shuhrat bo'ldi. Mush qitimliq birinchi sondagi naqsham tarqalgan yog'i yurtdagi do'st birodarlarimning, ota-onamning nihoyat yaxshi baholarga erishdim. Abdulla Abdurim ustoz gruppasidan Aygul Malim meni tanlab o'zining gruppasiga qaytib oldi. Men bundan intayin xush bo'ldim. Yana shundaqla Aygul Malim bilan Samim Malimning shunchalik zerikmay yetakchiligi bilan o'zimning kamchiliklarini yetib yetdim. Bizga bo'lib bergan naqsh bo'lsa, Kelgin nomli naqsh bo'ldi. Uymaganga kelmaydikan, men kuyganim güzarim. Oh, yolg'izlikdan qo'rqamanda. Kuygaga kelmaydikan, men kuyganim güzarim. Yolg'izlikdan qo'rqamanda. Özіңлердің bir təcrübəlik naqsh işgəliklərini çıxırıb turdunlar mana. Lekin mikrofonni mandaq qılıb etməyimiz. Aş mikrofonun arlığı çoxum bir lalat tutsun, bir xalalat ta'am. Ana lekin ovoz o'rnimizni dirlatmaymiz. Yusankamga men aytib qoyil naqshni haqiqatan yaxshi etdi deb o'ylayman. Ustozlarimizning tirishchanligini hargiz yad qo'ymaymiz. Ilmizar enim, sen g'ayrat qilgan, sangim yaxshi natijalar bo'lsin. Baxtlikdan his qilamsan o'zingni, aşkınında tanda bir jet ko'zingni. Baxtlikdan his qilamsan o'zingni, aşkınında tanda bir jet ko'zingni. Men kirmasam tushingga, yor bo'lmasam qishingda, yolg'iz kecha sig'ingan desan meni. Men kirmasam tushingga, yor bo'lmasam qishingda, yolg'iz kecha sig'ingan desan meni. Baxtlikdan his qilamsan o'zingni, o'ti yana qor yog'magan qishlari, derizamda qoldi tanham umrim. O'ti yana qor yog'magan qishlari, derizamda qoldi tanham umrim. Kuymaganga kelmaydikan, men kuyganim güzarim. Oh, yolg'izlikdan qo'rqamanda. Kuyliga
kelmaydikan men kuygan g'am guzarim yolg'izlikdan qo'rqaman doim xiyollarim meni hamroyim kelgin peşimga kelgin yolg'izlikdan qo'rqaman doim kelgin peşimga kelgin xiyollarim mening hamroyim yolg'izlikdan qo'rqaman doim peşimga kelgin yolg'izlikdan qo'rqaman doim kelgin peşimga kelgin xiyollarim mening hamroyim yolg'izlikdan qo'rqaman doim Rayonimizda güzellikni sevgichi xonim qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim qizlarning olqishiga, shundaqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Muallim, men bu musobaqa tugagandan keyin g'atishga qaytmoqchi edim. Öydeki anamga, singlimga bir yaxshiroq sovg'a ilishni o'ylashgan, nima ilishni bilolmadim. Biz xonim qizlar yanalam shu güzellikni bekroq so'yimiz, güzellikka bekroq intilimiz. Men endi shu dilkar kiyimlarni kiyib, shundaq o'zimni boshqacha güzellik bo'lib ketgandek his qilaman-chu. Shuning mayli do'stlarim bo'lsin, mayli o'quvchilarim bo'lsin, shu dilkar kiyimlarni ilishni bekroq tavsiya qilaman. Balkim sizning opangizmi yaxshi ko'rdi, singlingizmi yaxshi ko'rib qoladi deb o'ylayman. Dilkar kiyimlardan apasingiz qanday bo'lar? Bo'ladi muallim. Shu kiyimni men tanlab bir opirib baqay. Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mahirni Shanxay Go'har guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan Mahirni bo'lsa, Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik chekish shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang Hardambog yemek içmek pay chekish shirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Albatta 4-chi darajalik mukofotlarimiz intayin qaltis. Ya'ni 4-chi darajalik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang imzor kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5-chi darajalik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang uch jamiyati bilyard klubi chekish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. 6-chi darajalik mukofotga erishgan Mahirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Shunlashqa Mahirlarimizga omad yor bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ko'rman do'stlar, programmamiz bilan ishtirok qilishinglar bilan qizg'in holatda davom etyapti. Navbatda Dilkar gruppasidagi 2 nafar Mahirimiz ajoyib chiroyli lirik, romantik bir muhabbat kuyini birlikda o'rlab bergan bo'ldi. Qanundaqda oldi bilan Shin apandimning tavsiyasini olib baqaylik, marhamat. Ilmizotninki mana shu umum jihatdan aytganda sal yaxshi yorq. Shunga ilmizotni tavsiya qilaman. Rahmat. Abdulla aka. Ilmizot degan shu bilimli kishi degan gap endi. Xo'sh, mushu bola asos naqshni aytdi-ya. Hozir ikkisininkida olmuş ikkilisi olmuş bilish be. Anda olsa yani ikkilisini e'lonlaymiz. Men
Hüseyincan'ı tavsiye qilay. Rahmat, xursand bo'ldik. Qanundaqda Hazreti Ali. İşkeylengi manaqış bek düşüptü. Men bu bek jiq anglaydigan naqşdı bu. Ballar bek chiroyliq etdi. Ondan o o'zining bir ijodkorligini qo'shib turib aytibdi ballarchi. O'zining qilib turib. Men ham ishkeylandan birini cho'qim tavsiya deb qolsa, ilmizatni tavsiya qildim. Rahmat. Xursand bo'ldik. Kamil. Men Aygul muallimga Hüseyincan'ı tavsiya qildim. Birdan olmuş oynab beryapsizlar. Xush qoidani Toshmamatgan buzoqlarmi yoki yana uchirti bilan kelarmi? Yo'q. Men o'zimning qarorim bilan kelay. Qaroringiz? Men ilmizatni tavsiya qildim. Ilmizatni. Xursand bo'ldik. Abdat muallim. Bu har ikkalasidan shunday yaxshi ijro bo'ldi. Yaxshi ijro qildi. Lekin tavsiya kelsak, men shu ilmizatni tavsiya qilaman. Rahmat. Bizning tavsiya bosqichimizda temponliq sal buzilib ketib qoldi, biroq hech qisi yo'q. Chunki eng oxirgi qarorni chiqaruvchi yana Aygul muallim. Aygul muallim sizlarning dastlabki ifodalaringlar, sahna qiyofatinglar, shundaqla buningdan keyingi o'zining o'ylaganlari bo'yicha bizga cho'qim yaxshi bir tavsiyalarni bera oladi. Uningdan burun Abdusami apandimning tavsiyalarini anglag'isi kelayotgan bo'lishi mumkin. Bu ikki mayirimizniki hisobda ikkilaylar g'uljidan asosan shu bir-birisiga mehr-muhabbat va yaxshi akukladan ikkalisi. Məcbur bu işkeylərdən qaysı birisi qeyb qalsa yoki utib chiqsa, bu işkeylərə nisbətən bir-birisiga nisbətən razılıq var bu balalarning. Razılıq berishganmi? Shu mashqda bu ikki birodarimiz eng qaqshatmagan. Mayli biz bir narsalarni topshirsak, akkordlarni bo'lsak, shu zaman tez holatda o'zining tirishchanligi bilan tez qabul qilgan ikki mayirlarimizdan birisi, angliq mayirlarimizdan birisi. Endi bugungi shu musobaqaning avvaliga asosan, mening his qilganimda men bugun Hüseyincan'ı tavsiya qilaman. Rahmat. Aygul muallimning toza ishkilingan paytlari ham shundaqla ishkilinayotganligi, dilg'ul bo'layotganligi, qaysini tanlashga toza qaror chiqarmayotgan bir tuyg'u chiroyli ifodalanib kelayotgandek qildi. Operatorlarimiz Aygul muallimga yaqin oraliqda bir ko'rinish berib o'tgan bo'lsanglar, Aygul muallim yaxshi o'quvchilarga nisbatan qiyish texmi tasdiq deyman. Bu hissiyot cho'qinbek ochiq bo'lamdigandi. Ham ochiq bo'ladi, ham chuchumal bo'ladi. Hissiyotingizni anglab boqayli. Siz hozir bag'ansir rasmiy bir pishqan psixologdek odamning ko'ziga qarab bilan qandoq o'ylaganini bilib oladigan alat kep bo'psiz. Rahmat. Haqiqatan qiymayapman. Qat'iy qiymadim. Agar fursat bo'lsa, shu 7 o'quvchi avvalg'il bo'lsa, mushkellarni olsam degan umidda. Haqiqiy chin yuragimdan chiqqan gap bu. Endi yana shu Abdusami muallimga rahmat aytqim keldi. Shu mashq jarayonida bu ikki ovoz doirasi aytish bu oson emas. Shu ikki ovoz yo'lida. Akkordni rasmiy boshdan yig'mishda elishda Abdusami muallim birdan o'rgatdi bolalar uchun. O'zinglar aylanlar desa baqalayim qolib ketdi ekan. Ham o akkord olmay boshqacha bir narsa bo'lib ketdi ekanda, o asosiy asarning qurilmasi buzilib ketdi ekan. Shunga Abdusami muallim shu birdan samani sadab loyin qilib turib, hammasini showjisi bor. Bütün balalarning uchun bak astoydillik bilan, bak sabrchanlik bilan yetakladi. Bizning guruhninki shu bugungi nima konsertiningki shunda utuqliq, muvaffaqiyatlik bo'lishdi. Abdusami muallimninki shunda cho'ng to'pisi bor. Sizga mishadigan rahmatimni bildirib olgan bo'lsam. Rahmat muallim. O'quvchilarimga shunday rahmatim bor. O'quvchilardan amaliyotda bizmi jiq narsalarni o'rganamiz, jiq narsalarni his qilamiz. Biz faqatla o'rgatish emas, bizmi o'sha o'quvchilardan jiq narsalarni o'rganamiz. Ipak yo'li sadasi programmasi orqali her yurtdan kelgan bolalar, her xil saviyadagi bolalar, her xil ovozdagi bolalar bilan uchrashir ekanmiz. Bugungi konsertimizmi mana har xillik bilan, sarxillik bilan bo'layotdi. Meni yana desam bir birodarlar, qullarni basanglar vaqtni. Mening oxirgi tanlashim İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası,
İpek yolu sadası Gümüş dağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. İpek yolu sadası Süygünün yok civrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok civrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok cigrası İpek yolu sadası Hoş avazlar seynası Bir dilekten Allah göz açdı seherde Bir dilekten Allah göz açdı seherde Ulaşdı toyga toy Təxit dilep seferde İnsan şah seferde Bəxtiklər səfərdə İnsan şah səfərdə Bəxtiklər səfərdə İpek yolu sadası Süygünün yok civrası Hoş avazlar seynası İpek yolu sadası